Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz, navbatdagi yana bir mebelimiz to'liq jarayoni tugadi. Ushbu mebelni Isfoskan tumani Urganchi mahallasiga uстановка qildik. Joyimiz 3.75 ga, balandligi 2.40 holatda bo'lgan oq akrillar bo'ldi. Korpuslarni qora laminatda qilganmiz. 2.300.000 so'mdan общий holatda 7.900.000 so'm. 6.900.000 mi? 7.900.000 so'mga tayyor bo'ldi. Xo'sh, kafelar mebelni ichida bizdan qo'shimcha narsa ardonli mo'ka semisitel sushilkasi, tepa kattalang hisobiga polkalari ham ikkitadan qo'yilgan. Endi bu narsamiz mebelni ichida. Uni uyda egasi olgan, ularni ham uyda egasi olgan. Xo'sh, tayyordan duxovka qo'yilmagan, shunaqa eshik holat qilib qo'yilgan. Bu yoqda halidan tushadigan joyi bor, tepasiga ham polkalar bor. Bu yoqda mana duxovka motorini ulab ketganmiz. Tepasidan havolanib so'radi. Uni vakuum holatda bo'lgan. Siski stalishinsa, nikellari, alyuminlari, plumslari qo'yilgan. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'ringan raqamlarga aloqaga chiqarasizlar.